يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Allohning fazli va rahmati bilan ko'rib turganinglardek ushbu yordam paketlarimizni mana shunday chodirlarda, og'ir sharoitlarda yashab kelayotgan mazlum musulmonlar uchun, og'ir sharoitlarda yashayotgan faqirlar uchun ko'rib turganlar ushbu yordam paketlarini tayyorlab oldik. Albatta ushbu yordam paketlarimizni bir ehsonkor akamiz, saxovatgo'y akamiz yordam sifatida Alloh uchun mana bu mablag' yuborgandilar. Bizlar ham ushbu mazlumlar uchun mana bu yordam paketlarimizni tayyorlab oldik. Inshaalloh hozir ularga ulashtirib beramiz. Alloh taolo ehson qilgan akamizdan rozi bo'lsin. Alloh taolo ushbu ehsoni sababli Firdavs va Naim jannatlari bilan mukofotlasin. Va ko'p turistlar, ya'ni bir birodarimiz ehsonkor akamiz albatta ehson bilan mol hech qachon kamaymaydi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan bu haqida juda ko'plab hadislar vorid bo'lgan. Hattoki Nabiy sallallohu alayhi vasallam Bilol roziyallohu anhuga: "Ey Bilol, molingizdan ehson qiling. Chunki Alloh taolo sizni molingizni kamaytirmaydi" degan mazmunda bir hadislari bor. Shu sababli bu akamiz ham juda ko'plab ehsonlar qilib kelgan doimiy shaklda va bugun ham ko'rib turganlardek 100 ta oilaga, shunday chodirlarda og'ir sharoitlarda yashayotgan mazlumlar uchun 100 ta oila uchun shu yordam paketlarini tayyorlab tarqatishligimiz uchun mablag' yuborgandilar. Mana hozir bizlar ham shu mazlumlarga ulashtirib beramiz. Alloh taolo akamizdan qabul qilsin. Agar sizlar ham ehsonkorlar karvoniga qo'shilsanglar, chodirlarda yashayotgan mazlumlarga, faqirlarga, yetimlarga yordamlarni ulashtirsanglar, bizni aloqa manzilimizga chiqishlar mumkin inshaalloh. Va yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira. Ular o'zlari molni, taomni yaxshi ko'rib tursalar ham uni faqirlarga, miskinlarga va yetimlarga berurlar. Albatta har bir insonni o'zining qalbida dunyoga bo'lgan muhabbati va dunyo mol-mulkiga bo'lgan muhabbat bor. Lekin uni Allohning yo'lida ehson qilishlik, Allohning yo'lida musulmon qardoshiga, musulmon birodariga ehson qilishlik juda ham katta bir qiyin bo'lgan amallardan. Shu sababli Alloh taolo mana bu amalni katta buyuk amallardan va ajrli amallardan qilib qo'ygan. Endi albatta bu narsaga imkon qilayotgan ko'plab aka-uka opa-singillarimiz bor va bir birodarimiz bo'lib turib shunday 100 nafar oilani shunday chodirlarda yashayotgan faqir oilalarda quvontirib, ularga mana bunday yordam paketlari tayyorlab tarqatishlik, ya'ni ko'p birodarlarimizni imkoni bo'lmagan narsa. Lekin bir akamiz esa mana bu narsaga qodir bo'ldilar va shunday musulmonlarni, mazlumlarni quvontirishlik uchun, ehson uchun mablag'lar yuborganda bizlar ham ushbu yordam paketlarini tayyorlab inshaalloh shu mazlumlarga ulashtirib beramiz. Alloh taolo birodarimizni qandayki Alloh taolodan istagi bo'ladigan bo'lsa, duoyi bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo istijob qilsin. Va mana shu mazlumlarni, faqirlarni quvontirgan sababli Alloh taolo u kishini qiyomat kunida Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishlikdan nasib aylagan bo'lsin. Agar sizlar ham ehsonkorlar karvoniga qo'shilib, mana shunday qish kunlari yaqinlashyapti. Qishni sovuq kunlarda chodirlarda yashayotgan mazlumlarga yordamlarni ulashtirsanglar, bizni aloqa manzilimizga chiqishlar mumkin. Inshaalloh bizlar ham tezkor shaklda musulmonlar uchun ehtiyojlari uchun kerakli bo'lgan narsani ulashtirishda davom etamiz inshaalloh. Inshaalloh. Mana shunday mazlumlar uchun akamizni ehsonni ulashda davom etyapmiz. Alloh taolo ehsonni qabul qilsin inshaalloh. Tafadhal. Ya Allah. ايوه تعال الله خذ منها كيفك؟ ما شاء الله مولي شو اسمها؟ خذ